Mana keramikani bilinishini ko'ryapsizlarmi? Oq mashinada ham yonib turishini ko'ryapsizlarmi? Ikkita Cobalt mana okalar. Oqda keramika bilinmaydi degan okalarimizga ko'rsataman. Mana bunda mana ko'ryapsizlarmi? Bu polirovka keramika bo'lmagan. Yangi bu ham maslar. Bu ham yangi, lekin buni polirovka keramika qilganmiz. Mana oynaligini qarang, mana oynaligini ko'ryapsizlarmi? Bilasizki? Mana okalar. Buni polni full variantda shunday izolyatsiya qildik. Keyin yana bitta ahamiyat qilasizlar. Mana chetlarini qora glans qilib oldi, bakovlar bilan. Bunda hali qilmadik. Nima deysizlar? Qora chiroylimikan yo o'ziniki yaxshimikan? Polirovka keramika kapotlariga burun qildik, ajralib qolmaydi, bir xil turadi. Oblisovkalar bilan. Xudo xolasa o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Oyna bo'lib turishini ko'ryapsizlarmi? Polirovka keramika baribir bilinadi, foydasi bor. Qachonki yaxshi keramika ishlatilsa, tanlovda adashmaydi. Shunaqa sifatli polirovka keramika, shuni izolyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.